bitta narsadan juda ham qo'rqyapman. Quloq pardam teshilib qo'ygan. Har xil joylarni surishtiryapman. Quloqni orqasidan kesib operatsiya qilamiz deyishyapti. Quloqim oqyapti, eshitishim ham pasayib ketyapti. Doktor, siz o'zingiz yordam bering. Bunday holatda qo'rqish kerak emas. Hozir juda ham zamon ilgarilashib ketgan. Avvalambor tekshiruvni o'tish kerak bo'ladi. Ya'ni endoskopiya, audiometriya va MCKT tekshiruvini o'tish kerak bo'ladi. Hozirgi kunda bizning klinikamizda shaxsan o'zim endoskop yordamida men operatsiya qilaman. Ya'ni ikki turi bor bu operatsiyani. Bittasi endoskop, ikkinchisi mikroskop. Mikroskopda qilinsa quloq orqasidan kesiladi, teshilgan parda yamaladi. Endoskopda hech qat kesilmaydi. Ichidan kirib teshilgan joy yamaladi. Bir-biridan farqi bunda albatta endoskopda reabilitatsiya, ya'ni operatsiyadan keyingi davr yengil kechadi, og'riq kuchli bo'lmaydi va o'sha kichkina bog'lam qo'yib qo'yiladi. 4 kun, 5 kundan ko'p tashlaymiz. Ko'rgan odam operatsiya bo'lganini bilmaydi. Mikroskopda qilinsa quloq orqasidan kesiladi, katta bog'lam qo'yiladi. Biroz og'riq ham davom etadi 4 kun va diskomfortligi o'sha katta bog'lam bilan yurishi bo'ladi. Endi bu albatta tekshiruvdan keyin hal bo'ladi, qaysi biri qilinishi. Bizning klinikamizda shaxsan o'zim asosan endoskopda qilamiz, 70-80% bemorlarni. Bu degani hammani ham endoskopda qila olamiz degani emas, chunki shunaqa kasallar, shunaqangi og'ir kasallar bo'ladiki, faqatgina orqadan kesib mikroskop yordamida bajariladigan bemorlar.